Assalomu alaykum. Hyundai Granger IG avtomobilimiz 2017-yil 70 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 3 ob'yom GTI motor. Eksklyuziv special pozitsiyasi. Mashinamiz ideal holatda. Narxi 18,5 million won. 12,800 dollarga to'g'ri keladi. Mashinani texnik holati ideal. Motordan yoqqan joylari yo'q. Salon holatlari mana. Elektronli sidina pamatlari bor. Eshikni ochganda signalimiz surilib, rullari ko'tarilib, nastroyka qilinib qo'yilgan. Polosa rejimda ushlaydi. Yondan bokovoy sensorlar mavjud. 160 kamera, avtohold, avtoparking, hamma narsasi bor. Sport, eko rejimlari mavjud. Orqa loboviyda pardasi ham mavjud. Tezlatma yurganda ko'tarilib chiqadi. Panoramasi bor. Mashinaning qulayliklari zo'r xullas. Jigarrang salon. Ideal holatda. Black Box, Hypace, hamma narsasi joyida turibdi. Signallar sovutadi, isitadi. Orqa signasi esa faqat isitadi. Toza keng holatda. Ikkita etapli isitadi orqa signasi ham. Multimedia boshqargan funksiyasi bor. O'ta keng holatdagi Granger IG avtomobili. Mashinamiz kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'ta tixa yuradigan, menimcha mashinalarni ichida 10 talikda 5 talikda bittasi desak bo'ladi bu Granger avtomobili. Va shu ideal holatdagi Granger.